Navbatdagi mavzumiz artikl deb ataladi. Demak, artikl o'zi otdan oldinda ishlatilgan aniqlovchi vazifasini bajaruvchi so'z turkumi hisoblanadi. U noaniq artikl va aniq artikllarga bo'linadi. Noaniq artikl deganda biz hamda n degan artikllarni nazarda tutamiz va ular birlik otdan oldinda ishlatiladi. Birlik otdan oldinda ishlatiladi deganda, agar birlik otimiz birinchi tovushi undosh bilan boshlansa, unda artiklidan foydalanamiz va uning ma'nosi bir degan ma'noda kelishi mumkin va u umuman bir izoh berilmagan noaniq otga nisbatan ishlatiladi. Masalan, we are having a party. Biz bir bazm uyushtiryapmiz degan tarjimani beradi. Birinchi tovushi P bilan boshlangani uchun a party shaklida beramiz. Aks holatda, ya'niki birinchi tovushi unli bilan boshlangan birlik otdan oldinda esa n artiklidan foydalanamiz va u ham bir degan ma'noni beradi. Izoh berilmagan noaniq otga nisbatan ishlatiladi. Masalan, he wears an anorak in cold weather. Demak, u boshiga sovuq havoda bir telpak kiyar. Endi telpak kiyadi deb aytsak bo'ladi, bir telpak deyish shart emas, lekin bir deb tushunamiz. Demak, en artikli birlik otdan oldinda ishlatilar ekan va demak tovushga qarab ishlatiladi. Mana ushbu so'zlarga qaraymiz. Our, euro, uniform degan so'zlarda birinchi harfi undosh, mana bu yerda unliga o'xshaydi, lekin e'tibor bersak, tovushda gapirganimizda our demak birinchi harfi a bilan boshlangani uchun an hour bo'ladi. Yoki euro so'zida birinchi tovushimiz y bilan, ya'ni undosh bilan boshlangani uchun a euro. Va uniform so'zi bilamiz, maktab formasini uniform, umuman formani uniform deydi. Bunda ham a uniform deydi. Demak, e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu talaffuzdagi birinchi tovush, ya'ni yozilgandagi birinchi harf emas. Xo'p, demak, nima uchun ishlatiladi degan qoidalarga yana qaraymiz. Bir degan mazmunda ishlatilar ekan. Masalan, I met a girl, ya'ni men bir qizni uchradim. Agar savol bersak, qaysi qiz deganimizda bu gapdan izoh berilmaganligi, umuman bir qiz ekanligi bilinadi. O'sha uchun ham an artikldan foydalanadi. Yoki an umuman bir degan ma'noda ham ishlatiladi. Masalan, a dog is an animal, ya'ni it bir jonivordir. Qaysi it deganda umuman bir it haqida ma'lumot beryapti, u birlikdagi ot. Yoki kasblar oldidan ham tanishtirishda biz an artikldan foydalanamiz. Masalan, he is a doctor, u doktor, kasb beryapti. Endi, demak, artikl ko'rib turganimizdek, doim otdan oldinda keladi. Masalan, it was a film, u bir film edi deyapti. Lekin agar artikl sifat va ot bilan kelgan qo'shma otdan oldinda kelsa, masalan, men bir qizni ko'rdim emas, men bir chiroyli qizni ko'rdim desam, yoki men hozir xonadaman emas, men hozir bir katta xonada o'tiribman desam qanday bo'ladi deganda, unda biz artiklni o'sha sifatdagi birinchi tovushga qarab qo'yamiz. Esda bo'lsa, agar artiklni biz otdagi birinchi tovushga qarab qo'yamiz, lekin sifat va ot kelganda endi o'sha sifatdagi birinchi tovushga qarab qo'yamiz. Masalan, it was an interesting film. Bu bir qiziqarli film edi. Birinchi tovushimiz interestingda i ekan, an interesting film bo'ldi. Yoki it was an amazingly interesting film. Bu juda ajoyib film edi. Mana bu yerda birinchi tovushimiz a bilan boshlangani uchun bu esa unli tovushdan oldinda esa bo'lsa an artiklidan foydalanadi. Endi aniq artiklchi deganda sizda artikl ikkiga bo'linadi dedik. Noaniq artikl an ekan va u birlik otdan oldinda kelar ekan. Aniq artikl esa bu the degan artikl. The artikli ham xuddi andek otdan oldinda ishlatiladi va u birlik ot, ko'plik ot, sanalmaydigan otdan oldinda ishlatiladi. Uning o'ziga xos xususiyati shuki, u aniq vaziyatdagi otni nazarda tutadi. Masalan, gapda izoh berilganda
where is the book I gave? Qani kitob men senga bergan? Savol berib beramiz. Qaysi kitob deganimizda men senga bergan kitob deb o'z gapni izoh beryapti. O'sha uchun ham aniq artikl thedan yoki agar bir narsa haqida yoki bir kishi haqida qayta ma'lumot berayotgan bo'lsak, ikkinchi marotaba, uchinchi marotaba gapirayotgan bo'lsak, unda aniq artikl thedan foydalanamiz. Masalan, I met a girl. Men bir qizni uchratdim. Mana bu yerda qaysi qiz desak, hali izoh berilmagan, biz bilmaymiz. Shu haqida gapirsak, the girl was very nice. Ya'ni qiz juda yaxshi ekan. Qaysi qiz desak, oldinda aytilgan men uchratgan qiz haqida gap ketyapti deymizda. Keyingisi vaziyatdan ma'lum bo'lsa, qaysi ot haqida gapirayotganimiz, bunda the artikeldan. Masalan, can you open the door please? Iltimos, eshikni ocha olasiz deyapmiz. Endi masalan deylik, hozir shu narsani o'zingizdan tasavvur qiling. Sizga aytsamki, turing, chiroqni o'chiring desam, albatta shu hozir o'tirgan xonangizdagi chiroqni o'chirasiz. Demak, mana shu vaziyatdan sizga ma'lum ekanligini anglatadi. O'shandek eshikni yoping deganda, o'sha o'zi turgan eshik nazarda tutyapti, xonadagi o'sha door. Va o'z sinfida yagona bo'lgan otlar bilan ham the article ishlatiladi. Masalan, the earth, yer, sharimiz bitta, the moon, oy bir dona bizada, the sea, dengizlar, o'sha ganjingizdagi dengiz demak, the article bilan. Artikelning ishlatilmaydigan holati. Demak, artikel ishlatilmaydigan holatlar ham bor otlardan oldinda. Bu ko'plik ot va sanalmaydigan otga nisbatan agar vaziyatda noaniq izoh berilmagan bo'lsa, hech qanday artikel qo'yilmas. Masalan, you can buy tickets here deb. Sen bu yerdan biletlarni sotib olishing mumkin. Biletlar so'ziga savol beramiz. Qaysi biletlar? Qanday biletlar deb savol berganda, bizlarga vaziyatda hech qanday izoh berilmagan. Qaysi biletlar ekanligini biz o'quvchiga noma'lumligi uchun umuman ko'plik otlardan oldin artikel qo'ymasak. Yoki mana yana bir misol, what time do you finish work? Sen soat nechida ishni tugatasan deganda, qaysi ish deganda biz tinglovchiga qaysi ishligi izoh berilmagan, bizlarga noma'lum bo'lgan uchun work esa sanalmaydigan ot, ko'rganimizdek ko'plik ot va sanalmaydigan otdan oldin artikel qo'yilmas ekan, chunki bu yerlarda izoh berilmagan va aniqlik kiritilgan. Va albatta ismlar va familiyalardan oldin hech qanday artikellar ishlatilmaydi. Masalan, Shakespeare yoki Anne Blank. Hech qachon masalan ismingizni The Shokir yoki The Kamol demaymiz. O'shandek ismlar va familiyalardan oldin artikel ishlatiladi. Ba'zi istisnoviy qoidalar bor artikel bilan bog'liq. Masalan, davlatlarga nisbatan va qit'alarga nisbatan ham artikel ishlatilmas. Europe, Australia, Brazil ko'rganimizdek bu qit'alar va davlatlarga artikel ishlatiladi. Ko'cha nomlariga, shaharlarga nisbatan va demakki maydon nomlariga nisbatan ham artikel ishlatilmas. Moscow, High Street, Trafalgar Square kabi. Masalan, High Street bu ko'cha nomi, Trafalgar Square demak bu maydon. Va tog' va demak orol nomlariga nisbatan ham artikel ishlatiladi. Fiji, Saxalin. Xuddi shunday ko'l nomlariga ham artikel ishlatiladi. Lake Ontario. Xuddi ism familiyalarga artikel ishlatilmagandek, ko'l nomlariga ham artikel ishlatiladi. Til nomlariga artikel ishlatilmas ekan. Masalan, can you speak English? Ingliz tilida gapira olasan. Va millatga nisbatan ham artikel ishlatilmas. Masalan, cat is English. Cat Angliya deyapti, millatga nisbatan artikel. Lekin agar birlikdagi ot bilan butun millat nazarda tutilsa, ya'ni butun millat haqida gapirsak, bunda artikel qo'yamiz. Masalan, the English drink a lot of. Angliyaliklar ko'p choy ichadi. Bu yerda angliyaliklar deb birlikdagi ot bilan butun sinf nazarda tutyapti.
davlatlar tarkibida republic, ya'ni respublika, kingdom, qirollik, state, davlatlar, emirates, amirliklar degandek so'zlar kelsa, bunda ular oldidan aniq artikl theydan bo'ladi. Masalan, the UK. Endi buni alohida qoida bor. Qisqartmalar kirib turibdi. Ikkita harf bilan qisqartirilgan. Harfma-harf aytilsa ham bunday artikl qo'yiladi degan qoida bor. The UK, the US harfma-harf aytiladi. The People's Republic of China, the Republic of the United Arab Emirates, Emirates va agar esingizda bo'lsa orol, larga nisbatan birlikda bo'lsa artikl qo'yilmasdi. Mana bu yerda misoli Fiji, Saxalin, Lake Ontario dedik. Lekin agar orollar guruhini tog'lar tizmalari haqida gapirsak, unda masalan the Philippines, bu Filippin orollari, the Netherlands, bilamiz Gollandiya davlatidan juda ko'plab orollardan the Ural, ya'ni Ural, the Kuril Islands, Kuril orollari va demak dengizlarga nisbatan, okean nomlariga nisbatan the artikl qo'yiladi. Masalan, the Volga, Volga daryosi, demak daryolarga nisbatan the Caspian Sea, Kaspiy dengizi va the Pacific, ya'niki Tinch okean. Cho'l nomlari ham the artiklni olar ekan. The Sahara Desert, demak Sahroi Kabir cho'li va tashkilot nomlariga demak bular agar vaziyatda bir dona bo'lsa, unda ham artikli the bo'ladi. Masalan, Janet joined the police. Janet politsiyada ishlaydi. Xuddi shuningdek, masalan, o't o'chiruvchilarni the fire brigade deydi. Chunki endi o'ylab qarasak, har bir davlatda bir dona politsiya tizimi, ishlatar tizimi bo'ladi. Bir dona masalan o't o'chiruvchi tizim bo'ladi. Armiyasi ham masalan the army deyiladi. Chunki har bir davlatning o'zining shaxsiy bir dona armiyasi bo'ladi. Va ish joylari haqida gapirilganda bir eslaymiz, kasblarni tanishtirilganda artikl qo'yilmas edi. Kechirasiz, kasblarni tanishtirilganda birlik artikl qo'yiladi. I'm a teacher deyman, men o'qituvchiman deydi. Xudoga o'shandek ish joylari haqida gapirilganda ham agar birlik shaklida bo'lsa, an artikl qo'yiladi. Masalan, I work in a huge school. Men katta maktabda ishlayman. Boshqa kasblardek ish joylari ham birlikda olar ekan. Agar mabodo ko'plikda bo'lsa, unda hech qanday artikl qo'yilmas. Ko'p mavzu o'ylab qaralsa, xuddi ko'p ma'lumot bordek, lekin albatta mashqlarini ko'rib, bir tahlil qilib, yonida nima qoida ekanligini yozsangiz, artiklni shu orqali osonroq o'rganish mumkin deb tavsiya